Hech qanday trenajyorlarsiz, hech qanday rezinalarsiz, faqat gantellar va qo'llaringizni portlatish uchun tuzilgan haqiqiy challenge. Agar bu og'irlik yetarli emas deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu mashqlar fikringizni o'zgartiradi yoki biceps va tritepslaringiz sizdan rahm so'ray boshlaydi. 1. Alternative preacher curl. Biri oddiy tutishda, biri hammer usulda. Bilagingiz xuddi shunday yopishgan holda harakat qiladi. Harakat to'liq nazoratda bo'lishi shart. Ikkinchisi, keng uslubdagi dumbbell curl. Tirsaklar tashqariga, kaftlar yuqoriga qaragan bo'ladi. Cho'zilishni his eting. Yuqoriga yetganda qisishni unutmang. Mashqning yarmida qo'llaringiz qaltiramasa, demak o'zingizni ayyapsiz. Uchinchisi, egilgan holatda triteps kickback. Oldinga egiling, tirsaklar harakatsiz, faqat to'liq ochilish. Og'irlikni yelkasidan o'tayotgan bo'lsangiz, bu mashq bekor ketmoqda. To'rtinchisi, isometric curl. Mana bu haqiqiy challenge. Bitta qo'l 90 darajada ushlab turadi, ikkinchi qo'l curl qiladi, so'ng almashtiring. Ikkala qo'lda ham olov paydo bo'lishini his eting. Beshinchisi, skamyada yotib bajariladigan triteps extension. Ushlash neytral, tirsaklar tanaga yaqin. Bu mashq faqat og'irlikni harakatlantirish emas, to'liq nazorat haqida. Chuqur cho'ziling, kuchli to'liq ochiling va har harakatni triteps bilan yakunlang. Gantellar bilan kuchli qo'l qurib bo'lmaydi deganlarga shu mashqlarni bajaring va isbotlang. Agar challenge ni boshlamoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga boshladik deb yozing va Sport Next kanaliga obuna bo'ling.